Kelenskiyev masjidi ro'parasli mahalladan joy qo'ydik. 122 mingga mana hammasini qo'ydik. Hozir endi bunisi 107 ming ekan. 201 sotuv bo'lyapti. 6 ta xona, 2 ta sanuzuli bor xonadon bo'lyapti. Bu ham korobka holatda. Bo'lyapti. Bu yoqda bitta shu kalavat qo'yib o'tirsa bo'ladi yoki shundoq o'zini to'g'rilab o'tirsa ham bo'ladi. Xo'p, podvali bor, oshxona bor, hovlisi kichkina bo'lsa ham bor, bitta mashina qo'yishga joy bor, zeleniy zonasi bor. Shu xonadonimizda sotuvga chiqyapti. Narxi $107 ming. 201 sotuv bo'lyapti. Mahallasi yaxshi mahalla, tupikda joylashgan. Mana bunisi sotib bo'lingan ekan. Hop, ikkitasi bor. Bularni oldin qiluvdik, narxi ancha balandroq edi. Hozir ancha yumshoq narxlarda bo'lib qoldi. Hozir bitta planirovkasini ham ko'rsataman ichkaridan. Xo'p, narigi xonadon bilan planirovkasi почти bir xil ekan. Birinchi etajda bitta mana shunaqa katta zal bo'lyapti, havo aylanadigan joy bor. Xullas, mana shunaqa holatda bo'lib turibdi bu xonadonimiz. Bu yoqda bitta oshxonasi lekin juda ham katta ekan buni. Xo'p, mana bu yoqda sanuzul, bu yoqda yana bitta xona. Havo aylanadigan joylar bor. Tepada ham xuddi shunaqa planirovka. Narxi $107 ming bo'ldi. Bunga 140 ming atrofida pul tiqib olsanglar, xudo xolisa ishkalat xonadon bo'ladi. Bemalol o'sha tirikchilik qilaman degan aka-ukaligi ham 200 minggacha savdosi bor buni ham, xudo xolisa. Aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda barakasini qilsa bo'ladi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.